Hozirgi kunda Rossiyada yashab ishlab kelayotgan o'zbekistonlik migrantlar soni qancha deb o'ylaysiz? Aniq bilaman, bu sonlar sizni ham hayratlantiradi. Rasmiy statistika ma'lumotlariga qaraganda, 2024-yil ro'yxatdan o'tgan o'zbekistonlik migrantlar soni 1.748 mingtaga yetgan. Ro'yxatdan o'tmaganlar esa 1 milliondan ortiq, ya'ni 3 millionga yaqin o'zbeklar Rossiyada yashab ishlab kelishmoqda. Bu sonlar Rossiyadagi umumiy migrantlarning yarmi, ya'ni 55% tashkil qiladi. Tasavvur qilyapsizmi? Butun boshli migrantlarning yarmini o'zbekistonliklar tashkil qiladi. Bu sonlardan kelib chiqadiki, Rossiyadagi ishlar hali ham aktual. Yaxshi ishga yaxshi maosh to'lanyapti. Sizni ham Rossiyaga ketib ishlash istagingiz bor, lekin u yerda bir tanishingiz yoki aniq bir ish yo'qligi uchun ketishga qiynanyapsizmi? Endi bunga aslo hojati yo'q. Rossiyada tovuq fermasida bo'sh ish o'rinlari bor. Ishlarimiz esa unchalik qiyin emas. Siz u yerda ishlab oyiga 12 milliondan 17 milliongacha daromad qilishingiz mumkin. Ishingiz aniq, yotar joyingiz aniq, yeb icharingiz aniq, sizdan esa birgina xohish bo'lsa bas. Bu vakansiyamizning yana bir qulaylik tarafi, ketish xarajatlari firma to'lovining ichiga kiradi. Firma to'lovlari va bo'sh ish o'rinlari haqida to'liqroq ma'lumot olish uchun hoziroq bizga aloqaga chiqing.